Qanday qilib Real Madrid 80 million yevro turadigan o'yinchini atigini 6 million yevroga sotib oladi? Juda qiziq mavzu. Hoziroq like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, Real haqida barcha yangiliklardan qolib ketmaysiz. Tanishingi Nico Paz, Real Madridning akademiyasidan chiqqan iste'dodli o'yinchi, ammo asosiy jamoada o'zini o'rnini topolmagani tufayli Comoga o'tib ketgan. Lekin Florentino Perez o'zining o'yinchilarini bekor berib olmaydi va uni shartiga agar o'yinchi zo'r o'ynab ketadigan bo'lsa, qaytib sotib olish bandini qo'shib qo'ygan. Va osmonlarda yozilganidek, rostdan ham o'yinchi kutilmaganda Comoda asosiy yulduzga aylanib, jamoaning yetakchisi bo'ldi. Hozir esa allaqachon Serie Aning eng yaxshi assistenti bo'lib turibdi. Va yozda bunaqa shirin imkoniyatni Tottenham boy bermaslik uchun Comoga 80 million yevro berib, o'yinchini deyarli sotib olgan edi. Lekin Real Madrid qo'shilib bu transferga taqiq qo'ydi va Italiya jamoasiga 2026-yil yozda bu o'yinchini o'zlari sotib olishlarini aytdi. Lekin bitta joy bor. Shartnoma sharti bo'yicha ular bu o'yinchini juda ham past narxga olish imkoniyatlari bor. Ya'ni yozda bechora Como 80 million topib olishi mumkin bo'lgan paytda undan ham qimmatlashgan o'yinchiga atigini 6 million yevro oladi. Bu esa Florentino Perez qanchalik buyukligini yana bir bor isbotlaydi. Siz esa shunaqa Real Madrid haqida yangiliklardan qolib ketmaslik uchun hoziroq bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling.